biz ayollarni sal orqaroqqa qo'yamizda. Afandi daraxtga chiqibdi. Daraxtga chiqib, yiqilib tushgan ekan, qattiq yiqilibdi-da. Shunda odamlar kelib, nima bo'ldi, yiqildingmi? Oyog'ing qattiq tushdimi? Oyog'ing sindimi? Unisi, u, bunisi bu degan ekan. Afandi, meni oldimga daraxtdan yiqilgan odamni olib kelinglar. O'sha tushunadi meni dardimni degan ekan. Shunga otasi o'lganda, otasi o'lgan tushunadi-da. Onasi o'lganda, onasi o'lgan tushunadi. Xotini o'lgan odam bilan xotini o'lgan odam gapiga to'g'ri keladi. Endi sizga bir savolim, mana siz xo'jayiningizdan, turmush o'rtog'ingizdan erta bevaqt ayrilgansiz. Endi beva ayolni beva ayol tushunadi. Endi meni savolim, hayotda mana bizni otalarimiz, farzandlar otalariga agar onasi o'tib ketsa, uylaning, yolg'izlik Allohga xos, sizga hamroh kerak degan gaplar gapiradi farzandlar tomonidan. Lekin o'zbekchilik deymizmi, musulmonchilik deymizmi, andisha deymizmi, onalarga bu gap aytilmaydi-da. Masalan, ota o'tib ketsa, onaga siz yolg'iz qoldingiz, sizga hamroh kerakmi degan so'zlar gapirilmaydi negadir. Shu narsalar kerakmi gapirish yo kerak emasmi? Bir beva ayol sifatida siz fikrlaringizni bilmoqchiman-da. Bu qiyin savolda endi. Bunga javob berish ham qiyin. Kim biladi endi o'zbekchilikmi, urf-odatmi, nimagadir biz ayollarni sal orqaroqqa qo'yamizda. Erkaklarni oldinroqqa. Erkaklarga hamroh kerak, ayollarga kerak emasmi degan narsa bizda bo'lmaydi endi. Endi bir tomoni ayol kishi hamma narsaga ko'nikib ketaveradi. Kelinlar bilan ham chiqishib ketaveradi, bolalar bilan ham, nevaralar bilan ham. Endi ayol kishini bamisoli mushuk deyishadi-yu, asta sekin sirpanib kirib ketaveradi. Shuning uchunmi yolg'iz qolgan ayolga ko'pda achinmaymiz. Yolg'iz qolgan erkakka achinamiz. Nimaga deganda, yolg'iz qolgan erkak oilada uncha qovusholmaydi. Kelinlarga hamma narsani ayta olmaydi. Ayrim bir kirlarni mana uni yuvib ber deya olmaydi. Ayrim bir ko'niga qattiq tegadigan gaplarni gapira olmaydi. Shuning uchunmikin erkaklarni ayaymizda qanaqadir. Erkaklarga qiyinroqda. Oilada qovushib chidab yashab ketish erkaklarga qiyinroq. Ayollar endi yo'lini topadi ayollar. Shuning uchun ham ayollarga kamroq achinamizmi, shunaqa shekilli-da. Endi bu savol bergani men bir joyda o'qib qoldim-da, bir beva ayol o'z haqida yozyapti. Xo'jayinim tirikligida men ham beva ayollarni yomon ko'rardim. Xuddi erimni tortib olayotgandek, yomon ko'z bilan qarayotgandek, oradan vaqt o'tib o'zim beva bo'ldim. Beva ayoldan qildilar hazar, to o'zlari beva bo'lguncha qadar degan yozib qo'ydi she'rda. Bu kimdir she'r bo'lsa kerak. Shundan keyin hayot ekan boshqa odamga turmushga chiqdim, farzandlarimga otalik qildi, yordam qildi, kerak ekan, suyanchiq, albatta kerak ekan. Shunda men tushundim beva ayollarni deb yozganini ham o'qigandim-da. Endi bu hayotda bo'layotgan narsa-da bu. Erkaklarga tavsiya qilamiz, ayollarga qilmaymiz. Bilmadim endi odamlar fikri qanaqa bo'ladi bunda.